Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli baliqchi do'stlar, baliqchi do'stlari. Xudo xolasa sizlarga yana bitta yangi ko'z, xudo xolasa obzorini qilib ketyapman. Bugun menga hamroh Ikromjon. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, qadrdonlar? To'liq adreslarni, lokatsiyalarni xudo xolasa Telegramdan topasizlar. Borganda bizni yana bir qator ko'rliklar bilan gaplashib, telefon nomerlarini olib videoga joylab qo'yamiz. Kuzatuvda davom etinglar. Hammanglarga omad, oila barordan kelsin. Ko'l tog'iga qarab ketyapmiz. Soya salqin zo'r joylar ekan. O'g'doy zo'rlar ekan bu yerda. Mashina bu yerda qoladi deb tushundik ama biz. Piyoda jinday yuriladi degandek bo'ldi. Mashinalar turibdi, men mashinalar ko'rib kelgan. O, chat tomonda ekan. O'sha ko'rib bor ekan. Past ekani? Endi suv puvlarimiz bor, qo'limizda oladigan narsalarimiz bor. Piyoda o'tib olamiz ekan shu yoqdan. O'sha yerda vagoncha turibdi. Ana shu Cobalt yana tiqib turamiz ekan. Yetib kelibdi xudo xolasa. Eski Haqilobod bo'ldim bet. Eski Haqilobod. Xo'p, xudo xolasa ko'rga yetib keldik. Suvda oldingizmi? Shu tomonda menimcha yo'l bor. Makkalar ekan, makka zo'r bor ekan. Çok iyi oldu. Burada ama piyade gülaslar ekan. Yükler olsa ketgan soy sarqini boriga o'xshab turibdi. Pastga tushib olsak yaxshi ekan-a? Yo, bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi ekan, past qattiqroq ekan. Aleyküm assalam. Sizlar to'g'ri kelyapsizlar mana. Assalomu alaykum. Sog' yaxshimi? Men Sardor aka. Sog' yaxshimisiz? Olasizlarmi? Boshlab oldinglarmi? Alhamdulillah, rahmat. Qulluq bo'lsin. Qani boshlayapsizmi? Ovchilarimiz suyunishadigan bo'ldi mana yangi ko'llarni. Xudo xolasa. Kecha bugun boshlandi. Bir tonna plus minus balig'i bor. Qarang. Asha yetmagani borda, shu yuzarini to'kib bir tonna qilib qo'yildi aka, xudo xolasa. Bir tonna baliq, qagana baliqmi? Kecha bugun natija zo'r bo'lyapti. Kecha kunduzi nochda qolganlar 8 ta 10 ta baliq ushlashdi. Yaxshi, zo'r. Ko'limiz katta emas, lekin kichkina ham emas. Ixcham ekanda. Assalomu alaykum. Olmaylar. Alaykum assalom. Assalomu alaykum aka. Yaxshimi? Olasizlarmi? Jon aka. Sizlar topib ketyapsizlarmi sizlarni? Juda yaxshi-da. Assalomu alaykum. Sizlar. Kelinglar hoji aka. Olmaylar. Charchamay. Kelyapsizlar? Zo'r. Hamma yoz o'ynab yuribdi balalar. O'na. Ilon boshimizda kattasi 3,5 kilo chiqdi, xudo xolasa. Kichkinasi ilon boshlari bor ekan mana. Ilon bosh bor, sazan 80% amur. Burada. Keyin sazani ham ko'p. Sazanni kattasi 2 kilo oshiq. Ikkita qarmoqqa ruxsatmi? Ikkita qarmoqqa ruxsat. Bitta qarmoq 25 ming, ikkitasi 50 ming so'm. Noch ochiq akalar, kelaverasizlar. Xudo xolasa hech kim
noliga yo'q, kecha bugun zo'r bo'ldi natijalar. Ya. Bugun ham mana quyoshlar chiqib yotibdi. Ovchilarimiz xursand bo'lib ketsa, qayta kelib turishadi. Inshaalloh, inshaalloh. Rahmat shunchalik sharoit yaratib qo'yibsizlar, ochib rahmat. Ana u oldan. Mana. O'ting. Mana. Farhod, o'ra, sekin o'ra. Mana olyapti. O'ra uni. Mazza qilasan. Yo'q deyapti. Ashar ko'tib olamiz endi sakrlab ekana. Bizga ham o'ngroq keladi syomka qilgan. Xo'p. O'ng qo'l bilan yuraverasiz. Bir marta ololmabdi. Olgani ham bor. O'rtalarda yuribdi. Baliq galasi ko'p. Xonim, qachonasizmi? Assalomu alaykum. Oldingizmi? Natija bosh ekanligan. Ko'rib qo'yasiz, maylimi? Ha? Ko'rib qo'ying. Ha, bo'ldi. Ukamiz kelgani. O'ynatib atishyapti. Nari. Ketdik. Maza qilyapti-yu. Tabiiy holati zo'r, xudo xohlasa. Ha, yo'q, zo'r, salqin yaxshi ekan. Salqinlar ham Yoz bor, paytiga. kechga Yoz paytiga yaxshi ekan. ilonbosh, amur hammasidan bor, xudo xohlasa. Sazan. Assalomu alaykum. Qo'lim bandida. Qachonasizlarmi? Assalomu alaykum. Kimsiz? Qachonasizlarmi? Shu bola ati shu sekin chiqaryapti. Boshi rolga tushib bugunda. Shinavanda bo'ladi bu ham. Ha. Farhodbek. Mana Farhodbek degan ukamiz ekan. Xudo xolasa natijalarni shu yerda turib olib qo'yamiz. Jonlar. Mana o'rtalar. Mana kilo olasa ekan. Pulli bo'lsa 1 kilo olib tepasida baliq ekan, xudo xolasa. Farhodbek bunday qushab Ko'lda o'zini baloqlari ha bular. Messi baliqlar ha. Messi baloqlar ekan o'rtalar. Karpam bor, aralash xullas, hammasidan bor. Hozir ilonbosh marta yuradi, hozir videoga kadrga tushsa, nima qilib qo'yamiz. Zo'r, nasib qilsin, qullo bo'lsin. Rahmat aka. Bundan kattasini ham oling. 1,5 kilocha bor. Ikkinchisini ham uryapti. Baliq chopchi demashadi. Qanaqa baliqlar ekan? Sazanmi? Elami, oqbala, sazanma. Oma kichkina ekan, bu yerda balig'ini tezda tutib qo'yishadi ovchilar. Ko'payib qolsa. O buchada.
Turkiyaga shu qamishlarni ichida. Hozir topishga harakat qilaman. Qani ekan? O'zim zo'g'i ko'ryapman. Chamera ko'ramikan? Topishga harakat qilyapman. O'na. O'zim ham zo'g'i ko'ryapman. Tasholing. Mana shu o'rtada ko'rinyapti. Mana. Qisqasi mana shu o'rtada juda kichkina pek ko'rinyapti. Kilomjani hafsala qilyapti. Bu yoqqa ham ko'rsatib qo'ying. Hozir. Nimaga chiqdi? Nimaga? Chuvol yotdi. Kecha ham keluvdinglar? Kecha seriyalar kelgan. Ha, yaxshi olishgan ekan? Kecha yaxshi bo'lgan. Kecha bir 10 ta bittasi olgan. Ha. Kechga aytmoqchi ham olishdi. Bugun 3 kilolik oshig'ini chiqarib oldim. Buzib oldim. Qanaqa baliq edi? Ha? Qanaqa baliq? Sazon. Sazon? Bunday chiqqan joyida buzib ketdi. Endi baqa solib qo'ydim, endi ajoyib emas, ilon bosh tortib qolsa deb. Ilon bosh ham yaxshimi? Ilon boshlarni ko'rganman. Lekin 3 kilo 300 bor. 3 kilo 300 chiqqan ekan ilon bosh. Bu tomonda mana chiroyli suv oqar ekan. Aytishlaricha marika, karas, sazan, hatto laqalar ham chiqar ekan. U tomon Andijon deyapti, suvni u tomoni. Bu tomon Namanganga tegishli ekan. Baliqlarni soni ko'paydi, lekin natija bo'lgani yo'q. 2-3 ta natija ko'rildi, xolos. Buni kiribmiz. Ijara bo'lib qolsa, birgalashib ko'ramiz, xudo xolasa. Hurmatli kanalimiz a'zolari, biz sizlarga va'da qilgan yangi ko'limizdamiz. Ovlar boshlanibdi, mana bu ovlar bo'lyapti kechadan beriga. Endi to'liq adreslarni mana shu yo'lda egalaridan o'zi so'rab olamiz bu qator. Assalomu alaykum. Guruh a'zolari kelaverasizlar. Xudo xolasa adresimiz Baliqchi tumani, Xo'jaobod qishlog'i, Adolat Mufoya. Buloq boshi ham deyiladi. Eski mob bazasi deyiladi. Sammoy kanalidan kiriladi. Yetkashqa bilan Buloq boshi qishlog'ining o'rtasida kiriladi. Yaxshi. Juda ham oson lokatsiyalar tashlaymiz gruppaga, nomerlar tashab qo'yamiz. Har qanday xizmat bo'lsa,
alo deyaverasizlar, adres tushuntirishda boshqada yordam beriladi. Telefon nomeraini qoldirib qo'yamiz. Telefon nomerlarini Lokatsiyalar qoldiriladi. so'rasanglar tashlab berishadi. Xudo xolasa ovlar juda ham qizg'in bo'lyapti. O'zimiz ham kutmagandik bunaqa qizg'in bo'ladi deb. Xudo xolasa yaxshi. Kelaverasizlar. Rizq Allohdan. Ixcham ekan. Ko'l ixcham, balig'imiz serob, ko'p. Har turdagi baliqlar bor. Ilonbosh, amur, sazan, Oq balig'i ham bor ekan. oq baliq, karp, hammasidan bor xudo xolasa. Nachopkalar uyushtirib berasizlar, xudo xolasa. Nachopka bor. Nachop kunduzidan ko'ra hozir nachopkada ko'p kelishyapti, sabab hamma ishda boshqa. Ha, salqin ham bo'lib qolibdi. Ha, salqin bemalol kelishaveradi. Rahmat, mana xudo xolasa. Xizmatdamiz inshaalloh. Shu yerda biz ham 1-2 soat bo'lamiz. Natijalarni yana sizlarga to'liqlicha pramo efirlarda ko'rsatishga harakat qilamiz. Natija bo'ldi. Shipillat chiqarib olishdi, uyimay qoldim. Olgan. Ko'rsatib qo'yinglar endi balig'inglarni. Amur aka. Asatdan olyapmiz, ba'danlar ko'rsatib qo'yavering. Navbatdagi natija bo'ldi. Biz ketish arafasidamiz. Bu aldım kim verdi? Mana. Bizda natija bo'lmadi. Kecha zo'r bo'lgan ekan, aytishlaricha. Balki endi ertaga yaxshi bo'lar. Biz ketishimiz kerak endi. Makromjon, ketamizmi? Ochlar o'tirish. Kechasi bilan ov qilishar ekan, ular nachopga kelishgan. Qoya sarg'ini bor ekan, kelsanglar bo'laverar ekan, xudo xolasa. Natijalar ham yaxshi niyat qilib kelsanglar. Bir ton atrofida balig'im bor deyapti, eshitdinglar o'zinglar. Chuvalchan, xamir, baqa qurollanib yemlarni qilib kela olasizlar. Hammaga omad, bizni kuzatib davom etinglar. Tabiat va mayli, azam joy ekan, o'rtoqlar, yoz keldi. Bunaqangi soy salqinda ko'chalar tashlab olib, azam yotibdi. Biz endi qaytyapmiz, mana xudo xolasa. Kuzatib davom etinglar. Xudo xolasa keyingi videomizni imkon qadar Poptoda ko'llarida qilamiz, chiroyli qilib syomkalarimizni nachopga qilmoqchimiz. Shanba ketib, yakshanba kuni qaytib kelamiz. Nasib bo'lsa, xudo xolasa hammanglarga omad.